Xolos bugungi ishlarimizdan Kulolobodda akamizga Tottoron Penta 6.5 ming seriyasidan podogonliklari bilan hamda termo 70 eshiklarni qo'yib berganmiz. Podogonli поставочный sliflari bilan avvalgi qanotga zazorlarni bir orqa xudo xolisa qora o'ynakka 100% penalab tashqari tomondan ko'rinishlari xudo xolisa liniyalarni bitta qilib berganmiz. Hozir ichkari tomon ko'rsatamiz. Akamiz uyda ham juda bir ajoyib solgan. Ko'rishinglar mumkin. Bu tomonda remiskiy kolonnalar bilan bitbonli pishgan g'ishtdan ko'rishinglar mumkin. Darvozaxona ham juda ham keng bo'lgan. Bu xona alohida, bu xona alohida. Biz bu yerga termo 70 dan qo'yib berganmiz. Tashqariga ochilishiga hamda taglarini poli bilan tekis qilib berganmiz. Ya'ni mekka pol yotqizganda bu tepasi poli polosi bilan ya'ni tekis bo'ladi. Sababi taglarini tushirib olganmiz pastroqqa. Eshikda yopilishlari va termo. Ichkari tomondan montajni plankalari bilan i xonamiz podogonliklari bilan SOS akfa sviyochkalari bilan ishlashlari yumshoq. Xolos kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, derasiga murojaat qilarsizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qazib beramiz.